Assalomu alaykum. Challengening oxiri nima bo'ldi? Ish topdikmi yoki yo'qmi? Bu haqida video call qilgan edik. To'g'ri, uni zapis qilib qo'ymabman, hech qayerga joylamabman. Lekin oxirini qanday tugaganini ba'zilar biladi, lekin ko'p kishi bilmaydi. Shu sababli bitta to'liq video qilishga qaror qildim. Okay. O'zi ish topdikmi yoki yo'qmi? Nima bo'ldi? Nechta proposal yozdik? Kelinglar hammasini qaytib ko'rib chiqamiz. Eslaringizda bo'lsa agar, do'stim Ma'rufning profilidan qilgan edik hammasini, ha? Yangi ochdik, registratsiyadan to'g'ri hammasini ko'rsatgandim. Rasmni qo'shdik, 3 xil profil qildik, description, title, portfoliolarni qo'shdik, video qo'shgan edik, GitHub link bu faqat dasturchilar uchun. Va employment history, as experience hammasini to'liq to'ldirgan edik. To'liq to'ldirgandan keyin biza klient qidirishni va profilimizni qanday to'pga ko'tarishni o'rgangan edik. Biz mana bu job save'lar qilgan edik. Eslaringizda bo'lsa bu available page ni yoqgan edik. Boost your profile ni yoqgan edik va oxirida keyin ishga topshirishni boshlagan edik. Va necha kishiga yozdik o'zi. O'shani ko'raylik. 2 kishi. 2 kishiga yozganimiz bo'ldi. Ana endi 2 kishiga yozgan bo'lsak ham bizaga 4 kishi qaytib yozgan. 4 kishi. O'sha 2 kishidan yozganimizdan bittasi bizga javob yozgan va bu yerda proposalni ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bu ishni biz ololmagan. Chunki bizda o'sha vaqt bilan muammo bo'ldi. Mijozga vaqtiga javob bera olmadik. Kech qo'yganimiz uchun mijoz ishni boshqa kishiga berdi. Bu oddiy holat bo'lib turibdi. Agar siz mijozga tez orada yozmasangiz agar, katta ehtimol bilan u yoqda armiya kutib turibdi, borku. Armiya. Sizni joyingizga bemalol любой bitta ishni qilib berib biladi. Shu uchun qancha tez javob bersangiz mijozga, qancha mijoz bilan ko'p gaplashsangiz, siz ishni olishingizni veriyatnosti katta bo'ladi. Okay, bu ikkalasi, bu ishtasi bizga o'zi aloqaga chiqqan. Profil boost qilganimiz uchun, profilda aktiv bo'lganimiz uchun. Va biza mana bu klient avgustning oxirida bizga yozgan. Vaqtda gapirgandan keyin, bitta calldan keyin bu mijoz bizga bu mijozni $600 ishini oldik. Da, o'zi yozgan mijoz. Ikkita mijozga yozganimiz bo'ldi. Boshqasiga yozganimiz yo'q. Ana endi bunga sabab nima o'zi? Juda ko'p eshitaman, sizda ham bu tanish bo'lsa kerak. Men qancha ishlarga topshirdim, 10 ta, 20 ta, 50 ta ishga topshirdim, lekin menga hech kim yozmadi. Lekin bera nima deyishadi? Количество emas, качество muhimroq. Ishga yozishdan oldin profilni yaxshi to'ldirish kerak. Profilni yaxshi to'ldirgandan keyin ishlarni filtr qilib chiqish kerak. Qanaqa ish bizga ko'proq to'g'ri keladi. Va masalan, men bu yerda save'lar. Bu yerda juda ko'p nyuanslari bor, juda ko'p taraflari bor. Hammasini ko'rib chiqib, keyin ishga topshirish kerak. Shunchaki to'g'ri kelgan mijozga topshirib ketish kerak emas. Challenge davomida ko'rib chiqqan edik. Birorta challenge yozmagan ishimni qilganim yo'q. Hammasi challenge davomida bo'lgan ishlar. Da hech qanaqa Ma'rufni yo'da ustunlik tomonlari yo'q boshqa kishidan, ha? Profilning ham ustunlik tomoni yo'q, hech qanaqa ustunlik tomoni yo'q. Faqat hammasi to'g'ri vaqtida qilingani uchun. Ha, profil ochildi, uje hammasini qilib bordik. Profilni ochib qo'yib 2 yildan keyin bir ikkita ishga topshirdik emas yoki profilni yaxshi to'ldirmasdan turib ishlarga to'g'ri kelgan ishga kim nimalar yozish emas. Hammasini o'zining qonun qoidasi bilan, bugungi 25-yildagi trendlar bilan qildik. Palama partish emas. Xo'p, challenge tugadi. Endi-chi? Challenge davomida juda ko'p odam foyda topdi, ba'zilar foyda topmadi. Endi ko'p kishining o'ziga bog'liq bu. Yana sizning rizqingiz va shunga o'xshagan narsalar. Va u kungacha mendan juda ko'p kishi so'rardi. Okay, to'liq bitta onlayn kurs qilmaysizmi? Ha, qilaman. Ana endi shu oyning oxirigacha to'liq onlayn kurs bo'ladi. O'sha yarmiga kelganman. U juda ham detalli, bundan ham detalliroq bo'ladi. 25-yilning trendlari va yana men o'zim o'sha yilning boshidan hozirgacha yana freelance bo'lib ishlayapman. 300 mingdan ko'p ishladim. Agar sizga kurs qiziq bo'lsa, kommentda community deb yozib qo'ying, men sizga linkini yuboraman. U yerda biz
oldindan yozib qo'yilgan darslar bo'ladi, haftalik kollar bo'ladi, adminlar, o'zim hamma savollaringizga javob beraman va boshqa ishtirokchilar bilan bemalol suhbatlashsangiz bo'ladi va juda ko'p foydali darslar. Albatta qo'shiling. Agar hali ham ikkilanib yurgan bo'lsangiz, sizga yana bir yaxshi yangiligim bor. 3 oy davomida kursga kirib, biror foyda olib chiqmay ketsangiz, pulingizni qaytarib beraman. Albatta, hammalaringizni kutib qolaman.